mushu sadoqat mening oilamdan paydo bo'lgan. Jinini olqiniga ab qo'yib turib, bola tug'ib bergan shu umoq ayolimniki bir ortiqchilik bor. Tüy! Aslida sadoqat to'g'risida film chiqaraman deb o'ylamagan. Bayatdan yoqi 40 minut filmni to'liq ko'rib chiqqandan keyin men bir sizlarga o'xshash qilib, shunga o'zimning bir pislik ovozni qo'shqim kelib, hamda ba'zi bir ishlarni sizlarga o'rtoqlashayda, men film tatib o'tiribman. Necha kun yo'q nurg'un qo'llashtirib ayronxonamga qadriyasi sadoqat to'g'risida film chiqarmamsiz deb uchur qoldirib ko'chga chiqargan bir film chiqargandim. Yarim soatning ichida shu 100 necha ming ko'radimi? 100 necha ming ko'riladigan 2 soatning ichida bu film tushirib bo'ldi. Inkas rayoniga qarsam chiqib yozmagan xat qilmoqda boshqaga gapirmagan. Bu gapim to'g'rimi xatami zona bir anglab yiqanlar. Ayoli tug'ib yotsa sadoqatlardan tomoq yeganlarni deymiz. Odam emas deymiz chiqarib qo'ysam, men ba'zi bir nervisiniki uyaviyalar bir qanday bo'lib qolgan qizlar. %99% qizlar yozganlar unda xatlarni. Siqilib degan gaplar qolmabdi ekan. Kaynidan oxir chidab turib olmay shu film tushib ketibdi ekan. Shundan qo'llar aralashmay boshqa qo'ygan lekin bayatdan a filmni ko'rgan. Men saranjumash filmni ko'rgan ekan. Va Julilerimni o'tirib ko'rib ketmiz qantiq ya. Hammamiz biladigan bir ish bor vallah. Odam o'zining xatoligini yepish uchun cho'qqin qarish tarafniki bor yo'q ayblarni ichish kerak. Bu menga o'zgarmaydigan bir amaliyat. To'g'rida deganim. Ey bichar ay. Bizga nurg'un ishlarda yordam qilgandan, shunda yaxshidan sen. Endi qo'par butun xatolik sana atilib qoldi. Buni boshqa gapmi? Ay, bu rasmni qo'yib kirishdi. Shipinni kirishtiram ma'qul. Yozgan xatingni kirishtiramda, mana shu eg'izdan cho'fqa, sherin shikar gap to'kiladigan akishdan neriga to'saq bo'ladi. To'g'ri deganim. Shu necha kun yo'q yuz bergan shu sadoqat voqeasidan nurg'unlagan ishlarni o'yladim. Hatto men necha kun uydan taloq chiqmay, jimjit o'tirib olganman afqon. Nim bo'ldi desa, men kallamni faqat o'tkazamadim. Hamma akishdan mushtaqlami? Men to'y qilgan hamma bir yildan azroq bo'lmashdi. Kunlarning birida mening beshim mushtaqlar kelib qolarmi? Mening turmushimda işte sadoqatlar paydo bo'lib qolarmi deb shunchalik bir beyaramchilik qildim. Chiqib hammamizniki turmushiga xilibak ta'sir ko'rsatdi. Hatto men yenimdagi to'y qilmagan jo'lilarim nima deb bilamsizlar? Mush qizlar jinida ajab bu erlar bundoq bo'lsa, biz qandoqmi bir er kishiga ishinib to'y qilamiz deb ketdi. Endi bu yuz berayotgan islardan-ku hammamizning ko'ngli yerim bo'ldi. Nurg'un ayollarimiz bor, o'zlarining o'tmishlarini o'ylab, qonzar yosh to'kdi kecha-kechalar. Bugun fikam bir bolaning shikasini ko'rdim. Biz o'tgan oshxona ko'rgan bola u. Ilqay qizil ishdan kelgan bola u. O'sha bola bir film chiqaribdi. Necha kun yo'q to'rda anglayotgan mushu sadoqat mening oilamda paydo bo'lgan. Mening oilamda mushunda sadoqat paydo bo'lib, meniki baxtli oilam vayron bo'lgan. Mening opamning ko'zidan hozirgacha yosh qurmaydi deb film chiqaribdi. Shunchalik yurgimga ichdilik bo'lib qoldi. Shunchalik bir yig'lab ketdim. Endi nurg'un oilalarimiz shundoq sadoqatlar tufayli xona vayron bo'ldi. Nurg'un onalarimiz ekronga chiqib bu ishlar to'g'risida so'zlamadi. Shu necha kun yo'q yuz berayotgan ishlardan shu onalarimiz o'zlarining o'tmishlarini qaytadan o'ylab chiqdi. Hamda shu onalarimiz shu qiz bolaga, ya'ni shu uzun chachliq, chiroyli shu qiz bolaga nurg'un madadlarni berdi, nurg'un tasalli so'zlarni yozgan bo'ldi. Shunchalik suyundim endi shu inkaslarni ko'rib turman. Men shaxsan endi shu qiz bola qanchalik bir ko'ngli xush bo'lganda deb o'zim juq sho'p qolgan xudo aşk qizlarni o'rnib turib. Lekin bugun men filmni ko'rib yuragi bek og'irdi vallah. Adamning qiladigan qilqima shu. Mayli ayol aski bo'l. Hay, o'zininki shu sadoqatini oqlab ay dedi shunday. O'zi uchun bir bola tug'ib bergan, jinini olqiniga ab qo'yib turib, bola tug'ib bergan shu ayol. Shu ayolni qo'g'dim dedi, bir eg'iz gap bilan qo'g'dimay, aksicha o'zini oqlab mas'uliyat to'g'risida so'zlab ketdi. Endi shaxsan men ishonmayman. Hamda men bu gapimni chin tura olmayman. Nima desanglar karim yo'q. Men bir ayol kishi, men bir qiz bola. Mening ekran oldida qat'iy yig'lig'im yo'qdi. Bugun yig'lab soldim, to'g'ri tushunishimni qildim. Men bir ayol kishi, vallahi men bir ayol kishi. Men bu ona buluman. Men kelgusidagi bir ona. Endi shu qiz bola ya o'zining yo'ldishini bıraklab eskidab chiqolmadi-ku. Men yo'ldishimni ajrashni o'ylamadim debmi dedi-ku qiz bola. Yiliqi ikki qiz bolaniki, qiz bolaniki o'tirisida o'tirib, qanchalik tamtirganini sizmi ko'rdingiz ku oddisi. Shunchalik bir ilojsizlik, shunchalik bir xijilchiliklar o'tiribdi shu qiz bola. Shundoq chiroyli bir qiz bolani shu 40 minutlik filmda qop-qartab etibdi. Ey, yigit so'zidan yo'lbas izidan yanmas debdi ekan. Bir ishni qilgan ekanmiz, mayli aski qilaylik, mayli yaxshi qilaylik. Biz ayollar jinimizda hargiz oldi kelinimizga dasamaymiz. Men mana qilgan, hamma xato qilgan o'xshayman, xapimanglar deya olamiz. Lekin hozir nima bo'ladi? O'ziga qil yo'qtamidi, bolalar qil yo'qtamidi. Qarsam Tanigandan yaqifkan. Shu ilqchilar uzun chash aymiklima. Ash qizoniki filmlarning ilk asrayında shu qizaloq madad berib, bir erni tullab, shu sadoqatni tullab xat yozgan ba'zi bir qism ayollar bayatdan chiqargan filmga shu aymiklik bilan qizoniki ilk asrayında uchun ajoyib qatlarni yetib turgan. Hayron qoldim. Hay, bir ishni qila olsak oxirgacha ega bo'laylik. Nima deb yozgan bo'lsak shu xatimizga ega bo'laylik. Qaysi taraf tutgan bo'lsak
Mayli biz tug'an taraf har qancha eski nachar bo'lsinmi bolalar, bizni oldigan bo'lsinmi, biz shu tarafda oxirigacha turaylik. Ayolning gapini anglatmay mayaga chiqib, xatlarni yozib, u ayol kishining yuragiga azor bermang. Bizni bir ayol kishi shu haqoratlab yozgan erlar emaskan, er kishi emaskan, xotin kishgan shu xatni yozgan. Shunda yuragimga yetishib ketdi. Ish qilib bor. Chaqchaq qildi bugun 40 minutlik film ishladi shunami? Chaqchaq qilmadim valla. Bugun 40 minutlik filmni ko'rdik shunami? Erta ya o'g'irlik uchun 4 soatlik kino ko'rishimiz mumkin. Men shuni ishonaman. Cho'qqim ko'ramiz shu kinoni. Bayatda nima dedim? Odam o'zining xatoligini yepish uchun, o'zini oqlash uchun cho'qqim qarish tarafini qor qiladi. Qor qilmag'icha sizlarga as ko'rsatmoqchi hargiz to'xtamaydi. Bo'pti, nima ish qilgan bo'lsa, qildi shunami? Bu gap so'zlar hargizmi necha yilga so'zilib ketmaydi. Ya 2 kun qila, ya 3 kun bo'la. Bu gap so'zlarchi hammamiz aldirash odam, turmush alakchiligida bu ishlarni unutib ketamiz, qallamizdan chiqarib etamiz. O'zimni oqlayman, men o'zim yaxshi deb cho'qqim ashunda o'ziga bir bola tug'ib bergan ayol kishini haqoratlab. Ve şirin şeker yakıtıfka, umak ayolimning bir olayligi var. Umak ayolimniki bir ortiqchiligi var. Tüy! Ağzım başqa bo'ldi shu gapni. Men uchun nurg'un erkaklarimizni ko'ygan. Hatta mening bir do'stim bor deyfka. Shu do'stimning yo'ldoshi ma'lum bir mezgil talada ashunda sadoqatlarda yurdi. Lekin yenalam shu ayolning qishiga qaytib kelib, umak farzandlarini bag'riga bisib, shu yo'ldan yenib, shunda baxtli o'tayotdi. Shu masalan ko'chada oshnoydigan nurg'un erlarimiz bor, erkaklarimiz bor. Bilib bilmay xatolik qilib qo'yganligi uchun o'zining ayolini qo'lga oldi, o'zining ayoliniki kelib kerak qilib turib oldi, o'zining ayolidan kechirim so'ray oldi. Va hozir biz to'g'ri ko'rayotganimiz er kishimi, erkakmi, o'g'ilmi yoki filmdagi aktyormi va yoki rejissyormi? O'qimishlik bu. Va shu o'qimishlikkansiz sizning bilimlaringizga qulamni emas, xil-xil yerlarni qo'yyapti. Amma men filmni chiqardim bolam. Nima desanlar, karim yo'q. O'zimning yurak so'zini shunday bir digim kelib qoldi. Agar qadriya sizmi o'ylaganlaringiz dam bo'pti desanlar, inkasroyga bir raqam yo'llab qo'yaman. Chiqaman atlikka. Ananiki bo'lsam ro'da uchun deb yozib qo'yish mumkin inkasroyga. Amal yo'q. Shunda ro'da uchun demasak, motorni o'ynamaymiz. Motorga bir narsa chiqarmaymiz. Jiq odam ko'zga, jiq odam bilsga deb o'ylaymiz. Amma men o'zimniki mollarni sotaman. Men tijoratchi. Atlikka men davomli e'lonlarimni chiqaraverman, men chiqarib qo'ygan bilan. Lekin men bu sizlarga o'xshash bir xalq bo'lganligim uchun o'zimniki shunda bir yurak so'zini digim kelib qoldi. To'g'ri tushunishimni umid qilaman. Eng oxirida deydig'anim yumaloq tovush bo'lmaydi. Men bu filmni chiqaribdim. Mayli shu ayol biz o'ylagandek yaxshi bo'lmay eski bo'lib ketsin. Oxirgacha mushu degan gapimni tura olayman. Qadriya rahmat.